Okay, let's go. So'rayaptilar. Tortizlarmi balli? Assalomu alaykum, mumkinmi? Muzdalifa uylanganmisiz? Agar ayolingizga yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, telefon qilib, Muzdalifa nomidan shirinligimiz bor edi. Alo. Onasi yaxshimisiz? O'ylab qarasam, sizga bugun bir narsa aytmay chiqqan ekanman, esimga tushibdi. Men sizni yaxshi ko'raman. Vaqtingizga sog' bo'ling. Muzdalifa jamoasi nomidan ayolingizga baxtli bo'linglar. Ayolingizga yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, tortimiz bor edi. Yaxshi ko'raman. Telefon qilib aytishingiz kerak edi. Nima deysiz? Telefon qilib, dinamika qo'yasiz. Bo'l, hozir nuqtirda u ko'tararmikin? Alo. Onasi? Tuzuymisiz? Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Oldingizda odam bormi? O'zimnikimikan? Ya, bo'ldi. Muzdalifa jamoasi nomidan ayolingizga baxtli bo'linglar. Muzdalifa jamoasida shunaqa loyiha ketib turadi. Ayolingizga yaxshi ko'rishingizni aytsangiz, Muzdalifa jamoasi nomidan tortimiz bor edi. Bu aytishim shart. Telefon qilib aytishingiz kerak. Aytamizmi? Telefon qilishyapti. Yaxshimisiz? Men sizni yaxshi ko'raman. Ali Muzdalifa tortlardan so'rashuvdi. Ana bu. Qopladingiz. Bo'pti. Muzdalifa jamoasi nomidan ayolingizga baxtli bo'linglar. Bu safargi yangi loyihamiz sizlarga yoqdimi? Biz kelgan manzilimizni tugatdik. Endi keyingi safar qayerga borishimizni kommentar